Uf, bitta stegim qoldi. Buni yo'lini topish kerak. Ketdi yo'lga. Aytgancha men narsa qurganman. Qanday ko'rak? Narsa topilmagan. Chunki men harakat qildim. Qurdim. Zo'rg'ashmay. Ana go'sht bor bizda. Yo'q, go'sht yo'q. Vav, 23 ta go'sht. Yeyman. Qo'shimchasi teran beribman. Vav. Sizlar sinab ko'ringlar. Sizlar sinab ko'ringlar. Men 24 ta. Qancha yana beribman. 10 tasiga turibdi. Lekin tushmayapti. Yiqitamiz uni. Bitta. Menga ko'p go'sht beryapti. Sizlar sinab ko'ringlar. Aytibdi, kutuk. Nima qilyapti bilmayman. Qilamiz kerak. Nima bloklar ko'p o'zimcha. Tushunayapman. O'zim. Voy. Sekin tushmayapti. Tushmaydi. Qo'ymaydi go'sht qolib ketgani. Qo'shim boshqa. Yo'q. Nima qilib chiqarolmasan? Parkurishdan eng sevimli parkur. Nimaga biz chiqa olmaymiz? Savol. Nega biz? Boshqa yo'llar qanday biz emas. Nega parkurga chiqadi biz emas? Go'sht oladimi? Keyin surishga sras. Bu qanday bo'ladi? Ana blok bor ekan. Bismillah. Sindiramiz. Bitta go'sht qoldi. Uzatmayman. Yana nechta berdi? 23 tami, 24 tami? Chiqdi. Nechta bergan o'zim ham hayron qoldim. Sinab ko'rish kerak. Biladiganlar bo'lsa, like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Shu bilan videomiz tugadi. Keyingisida qanaqa qog'oz anaqa bo'ladi-yu, короче, qumda anaqada o'sadigan yashil. Xuddi bambukka o'xshagan narsani tezroq anaqa qilishni o'rgataman. Bo'lmasa xayr.